Assalomu alaykum do'stlar. Men bugun bir narsani o'ylanib turib tushunib yetdim. Mana bir qudami dadasi bor. Yoshi 70 dan o'tgan, adashmasam. Shu sovchilikka borganimda bir gapni aytdi. Menga shu oq berishdan oldin, biz o'zbeklarda oq berish deydi, endi boshqa joylarda boshqachadir, bilmadim endi. Shu yerda bir gapni aytdi. Men mazmuniga tushunmadim. Endi tushunib yetdim. Men opamlarni ham mahallaga berdim. Qizlarimni ham mahallaga berdim. Nevaralarimni ham mahallaga beraman. Siz asa bizga munosib ekansiz deb. Yani shu katta o'g'limga nevarasini bergan edi. Men u paytda tushunib yetmagan edim. To'g'risi aqlim yetmagan edi. Hozir tushunib yetdim. Meni ikkita opam bor. Opam ikkovi ham Andijonda yashaydi. Mendan 50 kilometr narida yashaydi taxminan. Men o'lchamaganman. Ularni o'z vaqtida xabar ola olmayapman. Kasal bo'lib yotsa o'z vaqtida ko'ra olmayapman. Masofa zavq. Birarda bilyapman. Bilganimda masofa zavq bo'lsa ham borib ko'ryapman. Bilmaganimda ko'ra olmayapman. Opamlar meni ovora bo'lmasin deb, biz ovora bo'lmasin deb aytmaydi. Mana katta opam больницada yotibdi, kechagi kuni ko'rib keldim. Agar mahallamda bo'lganda kunda ko'rar edim. Men noshud uka 50 kilometrga moddiy tarafda, boshqa taraflarda o'ylab ko'ra olmayotgan bo'lishim mumkin. Imkon bo'lsa farzandlaringizni, qizlaringizni yaqinga bering. Uzoqda ish qiyin ekan. Menga 50 kilometr uzoqlik qilyapti. To'g'risi qudami dadasini gapini endi tushunib yetdim do'stlar.